Yaxshimi qizlar, men ömrümdə bir qutu shantironi ishirtib, bunda pak tugitib baxmagan. Chunki shantironi kunda ishlatmagan keyin munchidan chiqqan chog'larda to'pi bo'lib ketmasin deb bilan sökab qo'ygan kim burun. Unda bir yo'g'on qutini unda tugitib baxmabdi ekanman. Lekin men Mayboraning shantirosini mana ikki qutini pak tugitib qo'ygandan keyin sizlarga bir chiqirib beray deb o'ylashdim qizlar. Mana aptapni oldiga akasa ko'yga bo'ldi ekandan qanchalik ishlatganimiz buni. Tigi ko'rinib qopti. Rus tugitibdi-ma buni. Mana shu mana aptapni oldiga akasa ko'rindiki. Ruscha qishlatibdi-ma, hisob shu ikki qutini tugitibdi-ma, jinim do'stlar, mana ikki qutini quruqda yutibdi-ma. Chunki buni men yolg'iz munchidan chiqib bilan ishlatmayman. Odatda teshig'i chiqishdan oldida sökib olaman. Eng muhimi Liushang Joe bo'lganligi uchun vahshiycha ishlatdim. Bugun söksam, atsimi yana puraydi. Jumma nurg'un shantirolarda va meni shantirosimi bugun söksangiz kechkichilik puroq yo'q. Lekin meninkida haqiqatan Liushang Joe. Yeningizdagi odam o'tab ketkichimi purayalaydi, ammo puroqni purqi Rus kuchlik 29 mo'ga manda chiqadigan tiyan jonsini isib qo'yay Shoxonchaga. Ichida har xil puroqlar bor, hattoki arlarmo ishlasa bo'ladigan manda qora ko'k rangli puroqlar bor. O'zingizlar ishlatib, mushlar ichida qaysini yaxshi ko'rsanglar, cho'ng qutuliqni setib olsanglar bo'ladi. Bir ishlasangiz raslam yaxshi ko'rib qolsiz, ham kunab qolsiz. Amsa Shoxonchaga isib qo'ydim. Arsha jo'diyan jo'mi manda chiqadi, ha. Amsa, bye bye.